Assalomu alaykum, hurmatli va aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga sevimli yozuvchimiz Chingiz Aytmatovning Qiyomat asarini tavsiya qilmoqchiman. Haqiqiy kitobxon kitobni qo'liga olgach, o'zini kashf etadi. O'zidagi yashirin iste'dodni, hamdardlik, odamiylik iste'dodini yuzaga chiqaradi. Agar ba'zida shu hol yuz beradigan bo'lsa, demak kitob o'z ishini bajaribdi. Boshqalarning fikri, tuyg'usi, orzusi va xatti harakatiga aylanibdi. Demak, u kitobxonlarning intilishi va irodasi bilan nimalardir qila oladi. Xalq, hayot va dunyoni yaxshi tomonga siljita oladi. Haqiqatdan ham sevimli yozuvchimiz Chingiz Aytmatov inson tuyg'ularini zabt eta olgan yozuvchi. Uning har bir kitobi noyob san'at asari hisoblanadi. Shuning uchun ham ijodkor dunyoning sevib o'qiladigan 10 adiblaridan biri hisoblanadi. Uning yozganlari bugun yo erta o'qiladigan asarlar emas. Ular asriy asarlar. Ularni qaysi zamonda o'qishsa ham xuddi o'sha vaqtning o'zida bitilgandek o'qiladi. Yozuvchining bir gapi bor: men barchaga, g'arbliklarga ham, sharqliklarga ham birday taalluqli mavzularga qo'l urishni istayman. Bizningcha bu fikrning yoniga barcha zamonlarga taalluqli jumlasini ham qo'shib qo'ysak, u yanada to'kisroq bo'ladi. Chingiz Aytmatovning Qiyomat romanida ezgulik va yovuzlikning kurashi, inson va tabiat munosabatlari bo'rilari Akbar bilan Toshchaynarlarning obrazi orqali ochib beriladi. Inson tomonidan hududlarni o'zlashtirish, o'rmonlarni yo'q qilish, tabiatning azaliy qoidalarini buzish va oxir oqibat jonzotlarni o'z ona uyidan siqib chiqarish qiyomat qoyim darajasida tasvirlanadi. Asardagi bosh qahramonlari Akbar va Toshchaynarlarning kechmishlari, sarson sargardon qismatlari tasvirlangan. Aziz kitobxon, men sizlarni mana shu Qiyomat asarini o'qishni tavsiya qilaman.